Salom hammaga. Uning xiyonati bormi shu haqida ko'ramiz. Unda ketdik. Obuna bo'lgan, like bosganlar va kommentariy yozganlarga kattakon tashakkurimni bildiraman. Unda ketdik. Uning xiyonati bormi? Uchta karta qo'yaman. Uchta kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. O'sha sevgan insoningiz haqida o'ylagan holda uning xiyonati bormi? Kommentariy yozganlar, obuna bo'lganlar, like bosganlarga kattakon o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zlaringiz xohlagan mavzularda, qanaqa mavzularda chiqarishimni yozib ketsalaringiz kattakon minnatdor bo'lardim. Uning xiyonati bormi? Shu haqida ko'ramiz. Uning xiyonati bormi? Uchta kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. Unda ketdik. Birinchi kartadan boshlaymiz. Uning xiyonati bormi? Unda ikkita kartani tanlagan bo'lsalaringiz, ikkita kartani bir chekkaga olib qo'yamiz. Uning xiyonati bormi? Birinchi kartamizdan boshlaymiz. Uning xiyonati bormi? Birinchi kartamizda aytadigan bo'lsak, bir-birlariga bo'lgan sog'inch, nima deydi? Uzoq masofa, qayta yana ko'rishuv, bitta narsani qayta va qayta takrorlanishi. Sizlarning munosabatlaringizda, o'rtalaringizda bir-birlaringizga nisbatan kutish ko'proq, juda ham ko'p bo'ladi. Chunki kutish kartasi bu yerda juda ham ko'p. Yo siz bilan birga o'qigan inson yoki birga ishlagan inson yoki nima deydi? Ish yo'lingizdami, o'qish yo'lingizdami yoki uzoq muddatdagi sevgi hisoblanyapti bu. Lekin ko'pincha oralaringizda to'xtash ko'p bo'lib qoladi. Bugungi mavzumiz uni sizga xiyonati bormi? Ayrim insonlarda tushyapti. Bu insonning xiyonati bor, lekin bu narsa juda ham o'tmishidagi bo'lgan narsa. Chunki uzoq muddatlik narsa ko'proq tushyapti. Hozirgi kunda esa bu insonning atrofida tanishlari juda ham ko'p. Keyin sizlar bilan aloqalaringiz da birozgina masofa bor. Shuning uchun o'zini his-tuyg'ularini yoki o'zini qandaydir ozgina chalg'itish uchun kimlar bilandir uchrashuv holatda emas, ko'rinmas SMS-lar yo yozish kim bilangadir bor bunaqa holatlari hozirgi holatida ham. Lekin sevgan insoniga his-tuyg'ulari juda ham baland. Uni har doim sog'inadi. Lekin o'rtalaringizda qandaydir masofa borligi uchun doim to'sqinlik bo'ladi. Ancha vaqtlardan beri bir-biriga katta-katta va'dalar bergan insonlar, lekin bu kartamizni asosan o'tmishini o'ylab menimcha tanlaganga o'xshaydi. Ayrim insonlar, lekin hozirgi munosabatdagi insonlarda o'rtalaringizdagi masofa deyarli shuni aytmaydigan bo'lsa agar, qanaqadir kimlardir bilandir gaplashishi bor. Chunki bu insonni do'stlari juda ham ko'p. Har doim lekin uzoq yo'lda bo'ladi. Sizga bo'lgan his-tuyg'ulari o'zgarmaydi. Faqatgina nima deydi, rashk tufayli oldilaringizda ko'p janjallashib qolasizlar. Siz o'ylagan insoningiz qandaydir juda ham kelishgan, o'ziga ishonadigan, bir ishni boshini tutgan, qandaydir qaysarroq inson. Lekin bu inson bilan kelajak qurishni xohlaydigan insonlar juda ham ko'p bo'ladi. Faqatgina bu insonning ko'nglida bir kishi bo'ladi. Lekin sizlarning o'rtalaringizda masofa tufayli qandaydir sizda kutish ko'p kartasi, kutish kartasi.
ko'p ko'z yosh to'kasiz, qandaydir ko'p yig'laysiz o'rtalaringizda, munosabatlaringizda. Hammasi tugadi deganingizda yana bu inson ortiga qaytadigan insonlardan. Tez-tez ko'nglingizni olishga harakat qiladi. Lekin kim bilandir jiddiy uchrashuvni men bu kartada ko'rmadim. Birinchi kartamizni tanlaganlar. Ana endi ikkinchi kartamizni ko'ramiz. Ikkinchi kartamizda nima deyilgan? Sizga bo'lgan xiyonati bormi? Ikkinchi kartamizda xiyonati bormi? Oho. Sizga bo'lgan xiyonati bormi? Kartalarimizni aniq ko'rsatadigan bo'lsam, negadir bu insonni xiyonatidan ko'ra qandaydir o'rtalaringizni doimiy ravishda buzishni xohlaydigan ayyor insonlar juda ham ko'p. Negadir ikkalalaringiz suhbatlaringizni o'rtasiga ko'p qo'shiladiganlar bor. Shuning uchun ularni ko'rsangiz, qandaydir bilib tursangiz ham o'z munosabatingizni u insonga oshkor qila olmaysiz yoki jahlingiz chiqqanini yoki nima bo'layotganligi haqida u insonga ayta olmaysiz. Bu inson lekin sizni juda ham yaxshi ko'radi. Xiyonatini men ko'rmadim, lekin ba'zi sabablarga ko'ra bu insonni tez-tez aynitib turadigani bor. Shuning uchun o'zi bu inson ham tez-tez o'zgarib qoladi. Keyin takror va takror qayta-qayta kechirim so'raydigan inson. Lekin tez-tez fikri o'zgarib qoladi. Odamlarni gapiga ko'p ishonuvchan odam. Juda ham qizg'anchiq. Keyin nima deydi? Hech sizning atrofingizdagi odamlar bilan yo do'stlaringiz bilanmi yo yaqinlaringiz bilan qandaydir sizni uzishni xohlaydigan odam. Lekin bundan siz ko'pincha charchab qolasiz. Bu inson ba'zida sizni shunchalar yaxshi ko'rganidan sizni juda ham nima deydi? Qiyin vaziyatga tushirib qo'yadi. Ba'zan har bir aytgan gaplari yolg'ondek, xuddi o'zingizni nima deydi? Juda ham qiyinchilikda holatida bo'lib qolasiz. Aytgan gaplari yolg'on deyin. Chunki bitta gapni qayta va qayta takrorlaydigan inson. Lekin yuragini tub-tubida yashaydigan siz hech qachon sizga bo'lgan munosabatini, o'zgarishlarini unaqasini ko'rmadim. Faqat negadir bu inson qandaydir odamlardan chiqib keta olmaydigan inson. Odamlardan umuman chiqib keta olmaydigan inson. Ko'plarning gapiga ko'p ishonadi. Sizni shuning uchun tez-tez dilingizni og'ritib qo'yishi mumkin. Sizni juda ham yaxshi ko'radi, sizga doim intiladigan, sizni qandaydir bu yerda juda ham nima deydi, go'zal ayollar, o'ziga ko'p e'tibor beradigan yigitlar ko'proq tushyapti. Ayollar xohishi ko'p inson, juda ham nima deydi, sevgiga bo'lgan energiyasi juda ham ko'p, lekin juda ham rashk tufayli sizni qiyin vaziyatga ko'p tushirib qo'yishi mumkin. Yaqin do'stlaringizdan orangizni to'xtatib qo'yishni ham majbur qilishi mumkin. Lekin ba'zan bu insonni xiyonati haqida aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda xiyonati yo'q, lekin o'tmishiga qaraydigan bo'lsak, bu o'tmishidagi narsani siz ham bilasiz. Hammasi haqida sizga ochiq oydin aytilgan narsalar hisoblanyapti. Lekin hozirgi kunda bor e'tibori sizga qaratilgan. Ikkinchi kartamizni tanlaganlar. Ana endi uchinchi kartamizni ko'ramiz. Uchinchi kartamizda qanday? Uchinchi kartamizni tanlaganlarda uning xiyonati bormi? Ko'ramiz. Uchinchi kartamizni tanlaganlar munosabatlaringizda xiyonati bormi? Munosabatlaringizda bir-birini qandaydir bu narsani uchinchi kartani tanlagan insonlar deyarli ayrim insonlar bir-birlarini juftlari bor, lekin nima deydi? Sevgan insonini yo'liga qaraydiganlar
yoki o'zi u insonga nisbatan ko'ngil kalitini qulflab qo'yganga o'xshaydi. Sokin, o'z hissiyotlarini odamlarga jalb etmaydigan juftlik. U inson sizga bo'lgan his-tuyg'ularini agar uzoqdagi sevgan insoningizni o'ylayotgan bo'lsangiz, haliyam sizga bo'lgan his-tuyg'ulari samimiy. Lekin ayrim insonlar bu narsalarga o'tib ketgan, vaqt o'tib ketganiga hamma narsalar yopiq deb o'ylaydigan inson. Keyin hozirgi kunda munosabatidagi insonlar sizlarni ayrim insonlarda juda ham yangi munosabatga o'xshaydi. Shuning uchunmi bor e'tibori sizga qaratilgan. Birozgina munosabatda to'xtash, kutish bo'lgan insonlarda esa sizlarda nima deydi? U insondan ko'ra sizni aynatuvchilar ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin birorta xiyonatini ko'rmadim. Chunki sevgan insonni juda ham yaxshi ko'radigan inson, o'rtalaringizda munosabatga nisbatan juda ham nima deydi? Bor o'zini harakatlarini yoki bor vujudi bilan haqiqatdan ham chin dildan yaxshi ko'radigan inson. Lekin nimagadir bir-birlaringizga yetishishlaringizga qandaydir ishonchlaringiz juda ham kam. Bir-birlaringizga har doim munosabat borasida bir-birlaringizga ko'proq harakat qilishlaringiz uchun qo'yib qo'yasizlar. Chunki bu inson juda ham sizni yaxshi ko'radi, juda ham xohish baland. Xiyonati u narsani ko'rmadim. Lekin atrofida do'stlari, o'yin kulgu qiladigan do'stlari ham ko'p ayrim insonlar. Faqatgina o'rtalaringizdagi munosabat uchun bitta o'zi kurashishga kamlik qiladi deb o'ylaydi. Keyin qandaydir bu insonga nisbatan sizda ishonch yo'qligidan birozgina ko'ngil xiraliklar munosabatlaringizda ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin bu insonni o'y fikrlari faqatgina sizning yoningizda boshqa inson bor deb o'ylaydi. O'zini siz bilan butun umr bog'lab ketishiga bu insonni negadir ko'zi yetmaydi. Chunki bitta o'zim harakat qilyapman deb o'ylaydigan insonlardan. Shuning uchun agar u inson bilan ko'rishganingizda faqatgina hayotida o'zi ekanligini, birga kurashishga har doim tayyor ekanligini u insonga tez uqtiradigan bo'lsangiz, menimcha ancha xotirjam bo'ladi. 3-kartamizni tanlaganlar. Yoqqan bo'lsa like bosib keting. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat.